Excelda ustunlar qanday belgilanadi? Xo'p, ushbu savolga ko'rib chiqiladigan bo'lsak, Excelda ustunlar harflar bilan belgilanadi. Xo'p, jadvalning yuqori qismida lavhalarda har bir ustun A, B, C yoki AA, BB, AZ yoki shunaqa harflar bilan belgilab ketiladi. Xo'p, qo'shimcha tushuntirish. Har bitta ustunning o'z nomi bor va bu nom ustidagi barcha katakchalar aniqlashtirishga yordam beradi. Misol uchun, A ustuni jadvalda eng chap tomondagi ustun. B ustuni ustidan keyin keladigan ustun. AA ustuni Z dan keyin keladigan ustun hisoblanadi. Ushbu ustun manzili katak manzilida ishlatiladi. Misol uchun, masalan, A1 A ustundagi birinchi qator katagi. C5 bo'lsa, C5 ustundagi 5-qatorni anglatadi. Xulosa, Excelda ustunlar yuqoridan pastga harflar orqali belgilab borilib, har harflar ustunlarning joylashishini bildiradi va kataklar manzilining bir qismi hisoblanadi.